ta'lim berish yo'llari. Yuridik shaxslarga ham bir qator kreditlar, ya'ni davlat dasturlari bo'yicha 312-prezident qaroriga asosan kredit ajratiladi. Bunda o'sha O'zbekiston Respublikasi tadbirkorlikni rivojlantirish fondi resurslari asosida moliyalashtiriladi. Bundan tashqari faktoring xizmatimiz bor. Kimlar agar o'sha savdo bilan shug'ullanadigan bo'lsa, ularni bir oygacha, 2 oygacha sotgan mahsulotini bo'lib pulini beraman degan mijozlarimiz juda qulay. Bunda kreditga o'xshagan zalog, ya'ni ta'minot so'ralmaydi. Bir kunda yoki bir yarim kunda biz uni chiqarib beramiz. Yuridik shaxslar uchun o'sha debitor qarzini, ya'ni ularni to'laydigan pulini biz to'lab beramizda, ularga qachon pul tushganda bizlarga javob beradi. U oyiga 30 kun uchun 2,5%, 60 kun uchun 5%. Kreditda ancha arzon va qulay tushadi. Kreditda o'zini qog'ozbozlik ko'p, dokument ko'p, zavod qilish kerak, zavodni baholash kerak, sug'urtalash kerak. Butun unaqa narsalar bo'lmaydi. Agar kimgadir shunaqa xizmatlar qiziqtiradigan bo'lsa, bemalol